Navoiy bizi o'zbek xalqining bir peshonamizdagi tojlida Navoiy ham. Nasihat. Shu Navoiyga, Lutfiyga, Bobirga, Boborahim Mashrabga yoshlarni qalbiga biz bularni muhabbatini, ishqini so'lishimiz kerak. Bu bizi hayotiy tajribamizdan kelib chiqib aytayapmizki, biz ham yoshlik vaqtimizda bir Obulqosimov Marhaboxon degan 44-maktabda ishlardilar. Bizga o'sha til adabiyotdan dars berardilar. Bir kuni o'sha Hamzani boy ila xizmatchi degan bir dramasidan o'sha dars o'tayotganimizda ko'kralarga bir zinacho to'qib kirdilar. Biz o'spirin yosh vaqtimiz, shunda oyadan biz so'radikki, Marhaboxon oya, bu zinacho kim? Zinachoga nimaga bu chap tomoningizga to'xtingiz desak, u vaqtida haligi 525 yil, 540 yilga haligi zinacho chiqardi. Hozir unaqa chiqmay qo'ydi-da, endi Bobirniki ham boshqasi. Bu kishi aytdilarki, "Ey o'quvchilar" dedilar. "Sizlarga buni men bir so'z bilan tushuntira olmayman. Agar shu zinachoni agar to'qish imkoniyati bo'lganda boshimga to'qardim. Alisher Navoiyni boshimga to'qardim. Bu ko'kragimga emas. Bu kishi shundoq 5 doston yozganki, uni o'qisangiz, eshitsangiz bir odab olamida, xulq olamida podshoga aylanasiz. Bu Hamza degan bir doston yozganlar, 5 ta doston. Buni shundoq deganlarki, bu oson emas bu maydon ichida turmoq, Ganjaviyning panjasiga panja urmoq deb 5 ta doston yozganlar deb bizga shundoq muhabbat uyg'otdilarki, biz u nima, qanaqa kitob bilmaymiz endi bolamiz. Uni qaydan topsa bo'ladi desa, uni kutubxonalarda bo'ladi dedilar. Endi ikki og'iz so'z bizga bir cho'g' bo'lib kirdi. Haligi kitobni shunaqa Hamzani maqtadilarki, Xudo rahmat qilsin. Endi kurashxonada o'sha bir kutubxona bo'lardi. Inab chiqib turib, Hamza degan kitob bormi deb haligi kutubxonasiga ha bor deb berdi. Qalin katta o'sha 5 doston. Endi uni ochib o'qiymiz-ki, qani endi tushunsa-da endi. Biz bolamiz-ku endi, lekin maqtov bizni ichimizga cho'q solgandi-da. Shuning uchun bizni hozir ko'rib turgan yoshlar ham bor, kattalar-ku tushunar. Yoshlarning ham qalbiga biz Boborahim Mashrab, Alisher Navoiyni, Bobirni biz oldin yoshlar qalbiga ularni kirit olsakkina, ularni atganlarini qiladi va sevib qoladi. Sevib qolgandan keyin deylarki, sevgan kishisini kishi quli bo'ladi deydi, aytganda qiladi deydi. Agar biz o'z mutafakkir shoirlarimizni, klassik shoirlarimizni yoshlarimizga muhabbat uyg'ota olsak yuragida, bularni aytgandan yuradi. Ustozlarimizni aytayapmanki, haligi ishni xohlaganga berma, bilganga ber degan joyda bor-ku. Bu ustozimizni bizga o'sha cho'q so'lib ketgan ikki og'iz so'zlarni men bir 65 yil, 60 yildan sizlarga aytayapman-da hozir bu gaplarni. Moddiy qashshoqlik u o'tib ketar ekan, yo'qotsangiz, lekin ma'naviy qashshoqlik hayotimizni bu dunyoda ham ziyon qilar ekan, bu dunyoda ham. Shuning uchun biz Navoiylarni o'sha e'tibor bilan eshitish uchun ularda muhabbat bo'lishi kerak. Suv deyla qanchalik aziz va mukarram bo'lib bizga, jismimizga ham, boshqamizga ham, yerimizga ham kerak bo'lgani bilan bir joyda turib qolsa ayniydi deylar. Jilg'ani singaring insonmisan, suvni singaring oqib tur deylar. Ozmi, ko'pmi, mana shu bir oyda birmi, 15 kunda bir. Biz hozir fevral oyi bu ma'naviy olamga sayohat deylar-da. Biz mana Navoiy olamiga, Bobir olamiga mana shu fevral oyida sayohat qilamiz. Buni nafaqat fevral oyida, biz yil 12 oy qilishimiz kerak aslida. Nimaiki, faqat jismni
haligi quvvati bilan harakat qilavermasdan ma'naviy quvvatimizga ham, bu yoshlarning quvvatiga ham, ma'naviyatini o'sishiga, qalbini poklanishiga albatta yo'l ochadi. Shuning uchun aytadilarki, biz bu yerda barcha mana ancha shoirlarimiz, klassik shoirlarimiz haqida so'z ketdi. Bularning ruhi bir-birlari bilan bog'liq ekanda. Aytgan gaplari ham bir-birlariga, ular u burchakdan aytsa, bular bu burchakka, ma'no bitta. Shuning uchun biz nimaga kelganimizni dunyoda, bu vaqtinchalik dunyo, bu dunyoga kelibsan, mehmonliging unutma deylar-da. Abadiyat oldida bir onliging unutma. Abadiyat oldida 100 yil umr bir paslik ekanda. Dunyo o'zi tegirmon. Tegirmonni oldida bir donliging unutma. Bizga qaysi kasbda bo'lsak ham halol bajarsak, mana o'qituvchi bo'ladimi, o'z kasbini, bu ham ibodat. Vrach bor, bir odamga salomatligini tuzib, bu ham ibodat. Endi buni aytib ado qilib bo'lmaydi. Bizning vazifamiz insonlarga naf yetkazish va bir-birimizni qo'llab-quvvatlash. Aytadilarki, Alisher Navoiyni tushunish uchun tasavvuf olamini ozgina bilish kerak. Bilmasa, bularni tushunmaydi. Tasavvuf nima degan savolga mana shu yerda 4 ta narsamiz bor ekan-da, shuni aytib beraman. Tasavvuf tub asosida, tasavvufning tub asosida inson zotiga muhabbat va xizmat yotadi. Bitta Allohni yaxshi ko'raman deyish bilan ish bitmas ekan. Allohni yaratiqlariga muhabbatingiz bo'lishi kerak ekan. Ikkinchisi deydi, tasavvuf go'zal axloq bilan bezanish va yomon xulqlardan voz kechish. Uchinchisi aytadi, tasavvuf avval ilm, o'rtasi amal, oxiri ehsondir. Demak, ilm o'rgan, unga amal qil, ilmni bilsa-yu amal qilmasa u bekor. Oxiri ehsondir. Tasavvuf deyiladi 4-inchisida. Hammani rozi qiladigan go'zal xulqlar yig'indisidir deyiladi. Demak, birorta haliginaqa joy yo'q, hammasi xulqdan, odobdan iborat ekan. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish. Biz g'urbatda, biz mehmonmiz. El angasha fiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar bitsa qizil gul bulbulga tikandik oshon bo'lmas emish. Demak, haqiqiy biz Allohning huzuriga boradigan bir majburiyatlarni o'lib bu yerga kelgan bo'lsak, o'sha gunohlarimiz jannatdagi narsani yeb qo'yishdik, biz bu yoqqa keldik. Demak, Allohni qil deganini qilib, qilmay deganini qilmasdan, haromdan, bu dunyodan din dunyodan kechish emas deydi, haromdan kechish deydi. Hamsalarni yozishga 300 shoirlar harakat qilishgan ekan, 300 ta. Lekin shulardan 3 ta chiqqan ekan, xolosda endi o'sha. Birinchisi Nizomiy Ganjaviy, u kishidan 1141-yilda tug'ilgan ekanlar u kishi. Ikkinchisi ular Hamsani avval buni Hamsa deb atamagan ekan. 5 ta dostonni yozib o'tib ketgan ekanlar, shogirdlari uni 5 ta dostonni bittaga jamlab Hamsa deyilgan ekan. Undan keyin bu 5 dostonga yana 110 yildan keyin haligi Sirav Dehlaviy bunga har bittasiga javob yozgan ekanlar. Shunda endi bular yozishgan ekan, fors tilida yozishgan ekanda. Endi shuni turk tilida ham bir turk xalqi ham ular mukammal yozishdi deydi Alisher Navoiy. Ularga so'z gap yo'q. Ularnikini lolaga, sarvga, gulga o'xshatadilar. Lekin o'tin bozori ham bor-ku, meni o'tinimni ham olardi, o'zlarini kamtarlik qilib, o'zlarini hamsalarni turk tilida yozishga jazm qilgan ekanlar. Shuning uchun biz turk tilida yozilgan bular bizga Navoiyni katta bir tuhfasi. Ey jon deylar, sen insonni tanasini insonni aynan o'zi deb o'ylasang, xato qilasan. Bu tana ruhning libosidir, boshqa narsa emas. Hech zamonda insonni qaddi qomati va uni kiygan kiyimi bilan o'lchanadimi?
insonni qadri yoki qadrsiz bo'lishi uning qalbidagi ilmiga, odobiga bog'liq deydi. 4 ta madrasa quribdilar, qarang. 25 ta masjid, 11 ta xonaqoh, 52 ta rabot, 20 ta hovuz, 16 ta ko'prik, bitta to'g'on, 9 ta hammom, jami 300 ta ekan. Yana hozirgi vaqtgacha Mashhad shahrida har kuni 700 ta odamga ehsonlari hozir ham bo'lib turar ekan. 700 ta odam hozir ham kambag'allarga o'sha Navoiyni qolgan, o'sha qoldirgan vaqflardan har kuni 700 ta odam kelib tanovul qilib ketar ekan, qonun to'yg'azib. Shuning uchun biz ibratni Navoiydan olsak, yurt nimasi bilan obod desa, o'z donosi va donishmandlari bilan obod ekan. Bizni mana shu yerda o'tirgan har birimiz hayot tegirmonidan o'tib, o'qigan nima, o'qimagan nima, ilmsiz nima, hunarsiz nima, hammasini boshimizdan o'tkazgan odamlarmiz. Biz yoshlarga nasihat qilsak, agar yoshlar qaysinisi baxtli bo'lsa deylar, qariyalar nasihatini oladi deylar. Bu suhbatlar o'sha yoshlarga bir to'g'ri yo'lga tushishga bir yordam berarmikin deb mana shu suhbatni qilib o'tiribmiz. Yoshlarimizga o'sha ilm o'rgatib, odob o'rgatsa, albatta bu dunyoni baxti kaliti ilmda va hunarda ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.